Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan metamodelning ikkinchi qismi bilan tanishib chiqamiz. Agar biz metamodel savollarini boshqa insonga qo'llaydigan bo'lsak, raport o'rnatgan bo'lishimiz shart. Raport bo'lmaganda inson metamodel savolini berganimizda u qarshilik ko'rsatadi. Bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi metamodel bu umumlashtirish. Umumlashtirishni o'zi 3 ta guruhga bo'linadi. Agar slaydimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana universal kvantifikator. Ya'ni bunda nima qiladi? Inson bitta yoki bir nechta holatni olib, bitta vaziyatga tatbiq qiladi. Misol keltiramiz. Hamma insonlar yolg'onchi. Biz metamodel savolini quyidagicha berishimiz kerak bo'ladi. Hamma yolg'onchimi? Bunda ovoz tonimizga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bitta yolg'on gapirmaydigan insonni uchratganmisiz? Ikkinchi misolimiz hamma insonlar o'qishni biladi. Bu yerda ham umumlashtiryapmiz hamma deb. Biz quyidagicha metamodel savol bersak bo'ladi. Aytingchi, o'qishni bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkinmi? Yoki bo'lmasa hamma o'qishni biladimi? Uchinchi misolimiz hamma menga yomonlik qilyapti. Metamodel savolimiz quyidagicha bo'ladi. Sizga bitta yaxshilik qilgan inson topiladimi? Davom etamiz. Ikkinchisi modal operatorlar. Modal operatorlar ikki xil bo'ladi: imkoniyat va zaruriyat. Men u insonga haqiqatni ayta olmayman. Metamodel savoli quyidagicha bo'ladi. Agar siz u insonga haqiqatni aytsangiz nima bo'ladi? Zaruriyatga men boshqa insonlar haqida qayg'urishga majburman. Biz quyidagicha metamodel savolini berishimiz kerak bo'ladi. Agar siz boshqalar haqida qayg'urishga majbur bo'lmasangiz nima bo'ladi? Mana bu savolni bergandan keyin inson ramkadan chiqib o'ylashni boshlaydi. Uchinchisi ijrochining yo'qligi. Bu gapda harakat kim bajarayotganligi noma'lum yoki yashirin holatdir. Ya'ni ish bo'lgan, lekin kim qilgani aytilmagan. Bunga misol keltiramiz. Bu muhim emas. Metamodel savoli quyidagicha bo'lishi kerak. Kim uchun muhim emas? O'g'il bola yig'lamaydi. Metamodel savoli o'g'il bola yig'lamaydi deb kim aytdi? Bu narsa qo'pol. Metamodel savoli kim uchun qo'pol? Ana endi ikkinchi metamodel bu so'zlarni tushirib qoldirish. Oddiy tushirib qoldirish birinchisi. Gapda muhim ma'lumotlar aytilmaydi, noaniq holda qoladi. Bitta misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Menga noqulay. Metamodel savoli aynan nimasi sizga noqulay? Men xafa bo'ldim. Nimadan, kimdan xafa bo'ldingiz? Keyingi misolimiz u chiroyli ekan. Metamodel savoli kim, qayeri chiroyli ekan? Davom etamiz. Noaniq taqqoslash. Gapda biror narsa nimaga yoki kimga nisbatan taqqoslayotganligi aniq aytilmaydi. Misol, bu to'g'ri qaror. Metamodel savoli quyidagicha bo'lishi kerak. Qaysi qarorga nisbatan to'g'ri? Yoki ikkinchi misolimiz, u juda yaxshi inson. Kimga nisbatan yaxshi? Qaysi insonga nisbatan yaxshi? Uchinchi misolimiz, bu ishni kechroq qilgan yaxshi. Metamodel savoli quyidagicha bo'ladi. Qaysi ishga nisbatan? Davom etamiz. Keyingisi indeksning mavjud emasligi. Gapda aytilgan fikr yoki holat qaysi odamga, joyga, vaziyatga tegishli ekanligi aytilmaydi. Odamlar buni tushunmaydi. Metamodel savoli quyidagicha bo'lishi kerak. Qaysi odamlar tushunmaydi? Nimani tushunmaydi? Ikkinchi misolimiz, kimdir bu ishni qila oladi. Metamodel savoli aynan kim qila oladi? Uchinchi misolimiz, bu hech kimni xavotirga solmaydi. Metamodel savolimiz aynan kimni xavotirga solmaydi. Davom etamiz. Noaniq fe'llar. Harakat qanday amalga oshirishi aniq bo'lmagan umumiy va mafhum fe'llar. Misolda ko'rib chiqamiz. Meni qadrlashni xohlayman. Metamodel savoli qanday qilib seni qadrlashni xohlaysan? Yoki bo'lmasa aynan sening qaysi xususiyatingni qadrlasin? Ikkinchi misolimiz, siz menga g'amxo'rlik qilmaysiz. Metamodel savoli sizga qanday g'amxo'rlik qilish kerak? Bunda ham inson aytadi qanday g'amxo'rlik qilish kerakligini. U aytgandan keyin aynan shu tartibda g'amxo'rlik qilish mumkin. Uchinchi metamodelimiz buzilishi endi ko'rib chiqamiz. Nominalizatsiya, ya'ni harakat go'yoki muzlatib qo'yilgandek. Misolimizda ko'rib chiqamiz. Uyga qaytishga oid qarorimdan xavotirdaman. Metamodel savoli qaroringizni o'zgartirishingizga nima xalaqit qilyapti? Yoki bo'lmasa o'ylab ko'rib uyga qaytmasangiz nima bo'ladi? Ikkinchi misolimiz, menda motivatsiya yo'q. Metamodel savolimiz motivatsiya qanday harakatlarda ko'rinadi? Keyingi buzilishimiz bu fikrlarni o'qish. Bunda odam hech qanday dalil yoki tekshiruvsiz boshqa odam nimani o'ylayotganligi, nimani his qilayotganligi yoki qanday niyatda ekanligini bilaman deb xulosa chiqaradi. Mana misolimizda ko'rib chiqamiz. Men u insonga nima kerakligini bilaman.
Metamodel savoli: siz u insonga nima kerakligini qayerdan bildingiz? Yoki bo'lmasa ikkinchi misolimiz: bu narsa u insonni qiziqtirmaydi. Metamodel savoli: siz qayerdan bildingiz? Yoki bo'lmasa bizning kursimizdan siz xursand ekanligingizni bilaman. Bitta men fikrni o'qiyapman. Metamodel savoli: sizga qayerdan ma'lum bo'ldi? Davom etamiz. Sabab va oqibat. Inson biror hodisa yoki boshqa birovning xatti harakati mening ichki holatimga majburiy sabab bo'ldi deb hisoblaydi. Misol: men seni deb kech qoldim. Metamodel savoli: qanday qilib men sizni o'z vaqtida kelishingizga to'sqinlik qildim? Ikkinchi misolimiz: siz meni aqldan ozdirasiz. Metamodel savoli: qanday qilib men sizni aqldan ozdiryapman? Keyingi buzilishlarimiz bu murakkab ekvivalent. Bitta hodisa yoki harakat boshqa hodisaga tenglashtiriladi. Misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Agar inson gapirayotganda ko'zlari pastga tushsa, demak u yolg'on gapiryapti. Metamodel savoli: insonning ko'zi pastga tushsa bu yolg'onni bildiradimi? Qanday birinchisi ikkinchisiga bog'liq. Keyingi misolimiz: ko'z oynak taqdi, demak u aqlli. Metamodel savoli: ko'z oynakning aqlga nima aloqasi bor? Keyingisi presupozitsiyalar. Bu gap ichida oldindan to'g'ri deb qabul qilinayotgan, lekin ochiq aytilmaydigan taxminlar. Ya'ni biron gap aytiladi, u bilan birga bu narsa allaqachon mavjud degan yashirin ma'noda keladi. Misolda ko'rib chiqamiz. Agar u meni qiynalayotganimni bilganida bu ishni qilmagan bo'lardi. Metamodel savoli: u bilmasligini siz qayerdan bildingiz? Ikkinchi misolimiz: siz ko'proq ishlashingiz mumkin. Metamodel savoli: meni kam ishlayotganimni siz qayerdan bildingiz? Mana bular metamodelning savollari. Biz yana qaytaramiz. Metamodelni o'rganib, keyin boshqa insonga nisbatan savol berganimizda biz u inson bilan raportda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar video foydali bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Hozircha ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr, sog' salomat bo'ling.